Onajonlar, yaqinroq keling. Sizga bitta zo'r ma'lumot aytmoqchiman. Agar bolangiz 5-6 oylik bo'lganida ham so'laklari oqsa, bu birinchi xavfli belgi. Ikkinchisi, bolaga emadigan so'ski berganingizda yo ko'krak berganingizda yaxshi emolmasa, emayotgan davrida tez charchab qolsa va doimiy g'ingshib yig'lasa, ko'p terlasa va holsiz bo'lsa, bu belgilarning barchasi gipotonusga xos belgilar deyiladi. Gipotonus esa bo'sh bola sindromi deyiladi. Buni o'z vaqtida aniqlamasangiz va davolamasangiz, bolangizda biron bir xil nevrologik jiddiy kasallikka olib kelishi mumkin. Unda qanday davolashni istaysizmi? 21-22 iyul kunlari Neyromasha sirlari nomli bepul onlayn dars tashkil etyapman. Hurmatli onajonlar, qatnashish uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.